Yangiobod tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Agata Kristi "Isqvar Puaro" hikoyalar to'plami. Rus tilidan Izzat Ahmedov tarjimasi. Ushbu to'plamda yozuvchining bir-biridan qiziqarli hikoyalari jamlangan. Detektiv hikoyalar voqealari rang-barangligi bilan ham ajralib turadi. Kitobni o'qigan o'quvchi o'sha detektiv janridagi voqealarga qiziqishi ortadi. Bevosita kitob qahramonlariga ergashadi. Kitobdagi voqealar shunisi bilan ham o'quvchini o'ziga jalb etadi. To'plam sizga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Mashhur ingliz yozuvchisi Agata Kristining asarlari dunyoning 100 dan ortiq tillariga tarjima qilingan. Ushbu to'plamda detektiv janrining qirolichasi nomini olgan yozuvchining eng qiziqarli hikoyalari tanlab olingan. Yozuvchining asarlari kitobxonni voqealarning jumboqliligi, sirliligi bilan o'quvchilarni o'ziga tezda jalb eta oladi. Uning isqvor qahramonlari o'zining fikri tiniqligi, jinoyatlarni fosh qilishda yaqindan ishtirok etishi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, Qo'ng'izmo'ylov Puaroning qotillarni topishdagi isqvorligi yoki Miss Marplening voqealar jarayonidagi faol qatnashishi va jinoyatlarni ochishdagi masalalarning yechimida o'zining aniq xulosasini berishi kishini hayratga soladi. To'plam keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan.